Hörmətli televizor görgücülər, көріп atqanlar Şinjan televiziya stansiyası Xuyu Mədəniyyət Taqit şirkəti və Elbidar Mədəniyyət Media Çəklik şirkəti birləşib yolu qoyğan notq sözləş tipidəki proqramma ular şundaq deydi. Biz bu proqramımızda hər sahə, hər kəsbdə utuq qazanğan və nəticə yaratqan şəxslərini təklif qılıb ularınki öz təsiratları və öz hekayələri arqılıq yaşlarımızға ilham və mədət verməkçi. Yangi Jungo qurilgandan keyin ona yurtimiz Şinjangda o'sib yetilgan olim, mutaxassis, tadqiqotchi, yozuvchi, shoir va jamoat arboblarimiz xizmat o'rni va kasbining qanchalik jafoliq bo'lishidan qat'iy nazar ish o'rnini qizg'in so'yib, o'zini beg'ishlash ruhi bilan tinimsiz emgaklari va natijalari orqali jamiyat taraqqiyotiga tegishli tuhfa qo'shmoqda. Ömrünün to'lisini ma'muriy xizmat bilan o'tkazgan bo'lsa-mu, lekin o'z navbatida yana adabiy tarjima va she'riyat jihatdagi natijalari bilan o'qirmanlarning hurmati, qoyilligi ham yoqtirishiga erishgan professor, adabiy tarjimon, to'nilgan shoir, jamoat arbobi Imin Ahmedi apandi ana shularning biridir. Uning Baxt naqshisi, Gulgun dalalar qatorliq 4 parcha she'rlar to'plami, bevosita xanzu tilida yozilgan 80 parchadan ortiq she'ri. Shundaqla Bo'ri tutumi matbuotlarda e'lon qilinib, o'qirmanlar orasida kuchli ijobiy ta'sir qo'zg'adi. Bu asarlarning bir qismi ingliz tili va fransuz tillariga tarjima qilindi. Talabjon adabiy tarjimon, atog'liq shoir, jamoat arbobi Imin Ahmedi apandi ilgari keyin Aqsu viloyati, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasi qatorliq joylarda rahbarlik vazifasini o'tab, Şinjan san'at institutining mudirligidan pensiyaga chiqqandan keyinmi, Avtonom rayonimizning axborot nashriyotida, radio, televiziya, madaniyat sohasida taklif bilan ishlab kelmoqda. Cümleden hali ham Avtonom rayonlik partikom tashviqot bo'limining o'qish tekshirish ishxonasining alohida takliflik mutaxassisi salohiyatida mazkur ishxonaning mudiri bo'lib ishlayapti. Bugungi bosh qahramonimiz bo'lsa, atoqliq adabiy tarjimon, to'nilgan shoir, jamoat arbobi Imin Ahmedi apandim. Qani qarshi olaylik. Salam. Imin ahvalınız yaxşı mı? Yaxşı. Uzun bo'ldi sizdan ko'rishmagili. Imin kamninki Imin Ahmedining bugungi jamiyatda Imin Ahmedi bu turishi va jamiyat ko'rsatgan ta'sirlarining asosi meningcha Imin kam o'zi tug'ilib yashagan oiladan bevosita munosabatlik. Shuning uchun biz bugungi sahnimizni Imin Ahmedi akimizga bersak, Imin Ahmedi kam bizga bir maydon nutq so'zlab bersa, ha? Qanday marhamat. Ben şu ötken asırının 40. yıllarda Dixan ailesinde dünyaya geldim. Birli perzentlik boğan bir aile. Hazır kadar benim akufka edi singlim yok. Özüm yalğız çıkan oldum. Müşahit oltuğallarının hemmisi benim ballarımga, perzentlerimge, akıllarımga, singillerimga mida okşaş. Şunu ben bu hayattan bek söynüme. Çünkü küçüğümden tatip etrafımdaki muhit beni öz koynağı aldı dep hesaplayma. Ular savaşsız. İşkeylen savaşsız. Benim babam mamalarım savaşsız. Elbette adamның inelerinin içinde savaşlık kişiler boğan. Ularına diginde biz savaşsız. Lekin adam okumusu bulmaydı o. Şuna bilimlik buluş gerek. Bilimi var adam ya ki bilimi küçük eden meni yengidi, bilim küçük eden birini yengidi degan bu maqollarni birinci qatim o'tirib qo'ydim. Buningga 70 yillardek vaqt bo'lib qoldi. Başlangıç mektepte bunda bir hikayeni o'qigandim. Hozirmi Nurg'ullarning xabarida bor. U darslikdagi hikoyada bunda dedi. 3 ayol quduq beshida so'zlashib qoldi. Bireylan mening o'g'lim kelgusida bir naqshchi bo'ladi. U aydalarni yangirtib, to'lig'ini to'ligan dedi. Yiroqdan bir balaning naqshi anlandı. İkinci ayal mening balam kelgusida cesur, g'ayratli bir bola bo'ldi. Her gün daraxtdan daraxtga yamışıp, öyden öyge atlap oynaydı dedi. Ular jiroqda bir balaning daraxtga yamishayotganligini ko'rdi. Üçüncü ayal gap qilmadi. Shu chaqda mahalle tarafdan bir bala yugurib kelib, "Apa, sen bek charchab ketding, bu suvni mening ekilishim kerak dedi" degan bir hikoyani o'qidim. Menga bek qattiq ta'sir qilgan. Hozirmi unutib qolmayman. Demak, mening oilam taki men to'liq o'ttirni bitirib Ali mekteplerge mangan kadar meni davamlık gap söz bilen emas, özünün hareketi bilen, özünün eticaret işleri bilen, öy içindeki işleri bilen, ya ki özünün hünerleri bilen bana tesir kıp geldi. Ben
5 yaş çağlarımda mektepte belki kepsiz bo'lgan bo'lishim kerak yoki darsni yaxshi anglamagan bo'lishim kerak. Tayoq yeb, bedenlerimni kızartıp kelganimde anam mundaq degan. Ko'rib, balammış bedenning qizag'ini bilimning juqqanligi. Jannatning guli mundaq echiladi dedi. Bu bir savadsız ayolning o'qituvchi sinnemiş urdi. Yak bedenini kızartıp demesden, gerçi elbette adamla adam vuruş doğru emas. Ama jannatning qizil guli mundaq echiladi degan bu gap so'z mening qulog'imda hozirmi jaranglab turdi. Keyin men 60 yilları yuqori natija bilan to'liq o'ttirib bitgan vaqtimda dadamga dedim, sizlar ikki jon odam qiynalib qolasizlar. Men uyda qilib dehqonchilik qilay. Ular unimidi. Yo'q. Dehqonchilikqa bilim lozim. Hüneri yo'q odamdan mikiya yaxshi degan gap bor. O'g'il bola 72 xil unami az. Balam berib o'qib kelasizlar, oyog'i chiqqicha bir gap bo'ladi dedi. Men shuning bilan Ali mektepga ketdim. Men Şinjan Üniversitesi'ne kirib ketdim. Şinjan Üniversitesi'ne kirgende men fizik fakültesine kirib ketdim. Bir aydan keyin bizni asli Sovet İttifaqıga berishga belgilangan o'quvchilar Bejingga bassanglar bo'ladi. Derhal tayyorlik qilinglar dedi. 10-oyda Pichanga berib poyizga o'tirib 6 kun o'tganda Bejingga bordik. 60-yili poyiz Pichanga kelgan. Bejingga borgandan keyin Markaziy Millatlar institutidan tabiiy fanlar bo'yicha o'qimsiz yoki ijtimoiy fanlar bo'yichami deganda men tabiiy fanda o'qiyman deb 2 yil tabiiy fan bo'yicha tayyorlik qildim. Shu 2 yil jarayonida o'zim o'qimagan yerdan mundaq tarjimalarni qilib qoldim. She'rlarni yozib soldim. 1962 yili meni Bejing Pedagogik Universitetining til adabiyot fakultetiga taqsim qilib qo'ydim. Demak, mening kichigimdan tortib qiziqqan adabiyot bo'lgan havisim asosan tugab, tabiiy fan bo'yicha bir o'qib baqay degan vaqtimda qaytadan yana adabiyot kasbiga kirib qoldim. Adabiyotni yaxshi o'qidim. 1967 bitirdim, qaytib kelgandan keyin meni Aqsuv viloyatlik o'rta xalq sud mahkamasiga taqsim qildi. 14 yil sotchi bo'ldim. Bu mening keyin endi adabiyotchi bo'lib ketadigan bo'ldim degan o xiyollarim berbat bo'lib, rasmiy siyosiy qonun kadri bo'ldim, sotchi bo'ldim. Endi umrvoyat bir yaxshi sotchi bo'ladigan bo'ldim deganimda 1983-yili Aqsuv viloyatlik partkomiga kirib, ma'mur shuji bo'lib, sanoat, qatnash, transport, moliya, iqtisod, savdo, shahar qurilishi degan xizmatlar bo'yicha menga ish taqsimoti qilib berildi. Mening o sotchiligim yana bir yerda qilib, men iqtisodiy xizmat ishlaydigan bir kadr bo'ldim 4 yil. Nurg'un ishlarni qilayotgan mezgilimda meni 1986-yili 60 oylik adabiyot san'atchilar birlashmasiga o'tkazdi. Men kliplam bir top adabiyot san'atchilar ichida ma'muriy kadr bo'lib qoldim. Endi ömür boyu adabiyot san'atchilarining xizmatini ishlaydigan bo'ldim deb 10 yil o'tganda san'at institutiga sho'jang bo'lsangiz deb men uyak mudir bo'ldim. O'kinmaydigan bir yerim. Mening ota-onam ailada gerçi nait bilimlik adamlardan bo'lmasimi? Savad yo'q adamlardan bo'lsimi? İzchil holda adam bo'lishning yo'llarini ta'kidlab keldi. Men 1967-yili o'qish bitirib Bejingdan qaytib kelgan vaqtimda bizning mahalladagilar dadamga Ahmetxon deydi dadamni. Sizning bola ko'p o'qib keldi, qo'sqida umatchiq, lekin qanchalik odam bo'lar deb so'rag'ini hozirmi quloq tuyim jaranglaydi. Demak, qo'saq tushunchilar umach bo'lib, nurg'un bilim elib qaytib kelgan odamni bizning yezdagi dehqonlar bu baliq yana qanchalik odam bo'lar deganga qaraganda, o bilim bilan odam bo'lishning oralig'idagi farq nihoyat uzun ekan. Men 5 yosh vaqtimda Alisher Navoiyning Ashriqat man aks shamsil kas anvarul huda yar aksin maydi ko'r deb jamidan chiqdi sada degan misralarni deklamatsiya qilib bersam, mening bovam endi odam bo'ldigan o'xshaydi bu degandi. Buni deklamatsiya qilish bilan odam bo'lishning orasidagi farq nimada? Nima munosabat bordi deb jursam, uzoq yillar o'tib ketgandan keyin shundoq oliy bir maktabni bitirib kelsam, bizning yezdagi dehqonlar shuncha jiq narsalarni o'rganib qo'sig'ida umash qachilgan bilan qanchalik odam bo'ladi deb so'rdi. Demak, o bilim bir ish, odam bo'lish ikkinchi ish ekan. Shunga men bu gaplarni o'ylab, dadam bilan onamning menga deganlari, o'qib kelsizlar deganlari meni kichikdan boshlab
keyniga selip etizeriqlarga appagını, etizning ishlariga sog'ini, uyning ishlariga sog'ini, menga shunchalik yaxshi bir o'qish sharoit yaratib berganligi mening asli odam bo'lishimni, yaxshi bir odam bo'lishimni ko'z tutgan deb o'yladim. Hozir qadar garchi ular bo'lmasimi, men chin qalbimdan ularga rahmat aytaman. Mening mushunchalik bir odam bo'lishimni oldi bilan oila tarbiyasidan, ota-onamning menga ko'rsatgan ta'siridan va ularning haydakchiligidan bilaman. Mening xayolimda davomli o'chaqda talog'i chiqsaqmi adab deb chiqadigan, qaytadigan chaqdimi adab deb chiqadigan. Men o'yladimki, adabiyot degan adabni yod etib turinglar degan gap o'xshaydi dedim. Buningga 70 yil o'tib ketdi. Adabni yod etib turinglar degan bu gap menga bir qiblanoma yoki bir jiroqdan meni yo'l boshlab turadigan bir xil chiroqdek. Hozirgacha menga ta'sir ko'rsatganlik. Adabni yod qilib turish degan bu so'z shaxs uchunmi muhimkan? Bir aile uchunmi muhim, millat uchunmi muhim, bir davlat uchunmi muhimkan? Buni men keyingi mezgillarda shaxsning obrazi, ailening obrazi, hatto mahallaning obrazi, bir yurtning obrazi, millatning obrazi degan yuksakroq o'ringa ko'tarib o'ylanib baqdim. Aile obrazi deganda bir ailening obrazi yaxshi olmagan bo'lsa, uningdan andaq yoki mandaq odamlar chiqqan bo'lsa, bizning yurtlarda hamma yerda bo'lmasmi? Falani aile bilan xudobaji bo'g'ini bo'lmaydi yoki u uydagi bolaga maqsadni berishga bo'lmaydi deydigan gap bor. Nemishqa desa, ularniki obrazda masala bor dedi. Bu obraz degan mening o'zimning his qilishimcha shaylarning tashqi ko'rinishi. Birer kinolarni ko'rganda, roman o'qiganda falonning obrazini yaxshi yaratibdi. Mavi ijobiy obraz, mavi salbiy obraz ekan deymiz. Agar tashqi ko'rinishlar bo'lib, ichki jihatdagi mohiyatlik narsa bo'lmagan bo'lsa, u obraz puchak obraz bo'lib qoldi. Agar bu obraz shu mahallaning o'ziga da'z yetkazgan bo'lsa, u mahalla bilan boshqalarning berish qilishimi notayin. Agar bu obraz bir millatga da'z yetkazgan bo'lsa, bu millatning yomonotlik bo'lib qolishi taxmin aniqli ish. Agar bir davlatning obrazi yaxshi bo'lmasa, u o'zining qudratini yo'qotadi. Masalan, davlat uchun olganda uning harbiy kuchi, moliya kuchi, odamlarning shijoati, ro'yi, jafo mushaqqatdan qo'rqmasligi, 5000 yillik madaniyatni davomlashtirganligi buning bir obrazi, davlat obrazi. Bu obraz diplomatiya jihatda ifodalandi. Lekin buning bir qudratlik turi var. O bunun manevi medeniyet. Eğer bu manevi medeniyet, manevi kudret, manevi obraz bu olmasa, adam özünün kudretini mi yoktudu? Her kanda vakitte algı basamaydı. Konularının bir gipi var emas mı? Adamın roycusu mingen etim manganmaydı o dedi. Eğer ne etti lakat, canı yok, ölümtük bir adam yaxşı bir atının üstüne çıkıp otlağın olsa, atını mangmaymış. Çünkü otağa adamınki maneviyeti intayın zayıf, azrak coşkunluk, ruhmu yok. Kamçımı salanmaydıgan, ya ki atının işki bekini tipip, onu bir algı menişka, manda bir heydekçilik kılanmaydıgan, mundak adamlarını hayvan cendi yaxşı görmeydiken de. Şuna bu obraz meselesi intayın mühim. Ben özümün müşünçilik bir çoğun buluşumda, benim ailemde gerçi Allah mila çıkmagan bolsunmu, ular savaşsız bolgan bolsunmu, lekin intayın medeniyetlik, özünün obrazıga dikkat kıldıgan, ahli mahalle içinde özünün xil inovati var. Gap söz joyida bir odamlarning qatori cho'ng bo'lib ketganman. Mening ota-onamning obrazi boshqa nurg'unlagan, son-sanoqsiz dehqonlarga o'xshash yaxshi bir obraz ekan deb o'ylab qolaman. Shunga bir odamning yetilishini yoki mening mushu darajaga berib kelishimni, mening birdam matematikani yaxshi ko'rib adabiyot o'qib qolganligim, adabiyotni o'qib olib boshqa kasblarni qilganligim, hech qaysi vaysmaganligim, qila olamsa desa qilma deb turganligim, meningcha shu oilaning ta'siri, shu oilaning obrazining yaxshiligi menga bergan himmatlardan ayrilmaydi deb qarayman. Meningki hayotlik jarayonimda his qilganlarim mana mushunchalik. Rahmat. Programmamiz bilan Xinjiang İmron Xalqaro savdo-ichkilik shirkati alohida hamkorlashgan. Bir ne'mat bar karomat, lazzati bar alomat, pokizligi, quvvati, bizga rohat, farog'at. O nima? U nima duo? Misran
esir. To'g'ri, topdingiz. Wow! Nimanda qattiq bu? Mısır'ın yürüşlü qizlari ishonchli go'sht, esil xurishlar, yuqori saviya va a'lo sifatda mujassamlanib, aqida va samimiyat qo'shib tayyorlangan esil yemaklik. Mısır'ın qizlari. Bala quvvat qiladigan yanada misran qizlari. Qutyardan yangi bir qadam shonliq natija Aqsu Qutyar zavodi dag'dug'liq ishga kirishtirildi. Yangi Qutyar zavodi ilg'or mashina uskunlar, inchki ishlab chiqarish liniyasi orqali turli tam, har xil shakldagi Qutyar soda suvlarini xalqimizga sunib, xalqimizning umidini oqladi. 13 yillik arzu, 13 yillik Qutyar. Sifatga ilgirkilikli qo'yilgan yuqori talab texnik keng, ozod ishlab chiqarish muhiti Qutyar zavodining yangi afzalligidir. Qutyar xalqimiz uchun hamon bejondil xizmat qiladi. Esil tam, esil ichimlik Qutyar. Tağning zinnati Qur'on tosh. Tanning zinnati ko'rgan chosh. Güzellik tabiiylikka bog'liq. Ko'rkam chosh tarvishga bog'liq. Sizning chechingizga mos keladi. Men çaşlarımla asrayman. Çaşlarımga Shahlo çaş doktoru hamra. Shahlo chosh doktori yurishlik chosh asrash buyumlari. Yığıp yürügen dünyasını toyga dep, tüküter mihman keldi öyge dep. Desem eğer düşenmestin bu kundaq, bilip koygun Uygur degen muşundaq. Uygurlanın kuli altın kömrügü. Nimet kahvesi tan içkençe teximi güzel. Nimet kahvesi. İminkam naiti obrazlık, ta'sirlik o'ziniki hayot kechirmishini so'zlab berdi. Tomoshabinlarda nurg'un savollar chiqibdi, nurg'un ahamiyat savollar chiqibdi. Lekin vaqt munosabati bor. Bunda bir savol ekan. Emin Ahmediy apandim, siz bo'lsangiz ham adabiy tarjimon, ham shoir. Men sizdan so'rab baqsam, bu ikki kasbning qaysisi siz uchun eng muhim deb? Hammalarga ma'lum, har qanday millatning o'zining shoirlari bo'ladi, yozuvchilari bo'ladi, olimlar bo'ladi. Eğer menden siz bir şair deb so'ralgan bo'lsa, yazıvatkan şiirlerim asasen gerçi subjektif özümün hissiyatım boğuna qarmay, o özümün şavatkan yurtning sadası, yak çoğurak etkanda milletin sadası buldu. Endi tercüme arkalık kirivatkan eserler, başka milletlerin sadası, başka devletlerin sadası buldu. Çünkü benim vazifem hem özümün avazını çıkarış, milletning avazını çıkarış, müş devletning avazını çıkarış. Hem başka milletning, başka ellerinin, başka devletning avazını mı tercüme kılıp, muşu özümüzden adamlarımızga tanıştırıp bakış. Muşu noktasında ağanda bana şairlik mi mühim, tercümanlık mı mühim, her ikisine okşaş yaxşı görmem. Andan başka yana bir savol var. Siz o'qish jarayoningizda balkim nurg'un qiyinchiliklarga va o'ng'ishsizliklarga uchragan bo'lishingiz mumkin. Şunda vaqtda siz qanday hal qilgandingiz debdi. Bizning o'ltirganlarninki ko'pinchisi balki tarixiy materiallardan biladigan bo'lishi mumkin. 1960-yildan tortib hisoblaganda 3 yil mamlakatimizda cho'ng ko'lamli tabiiy ofat yuz berdi. Men 1960-yili avval chet elga chiqamiz deb, ondan Beijingga boramiz deb ketgandan keyin 2 oy o'tganda mening dadam Beijingga beribdi degan xabarni anglab, menga 100 yuan pul yuvatdi. 1960-yili 12-oyda menga 100 yuan pul yuvatdi. 1967-yili o'qish bitiribdi deb anglab, menga 50 yuan pul yuvatdi. 7 yil ichida menga uydan yuvatilgan pul 150 yuan. Uning ustiga Beijingdan Urumchiga keladigan tiz poyez 56 yuan, Urumchidan Qashqarga boradigan avtobus yoki qora mashina 36 yuan'di. 92 yuan pul bo'lgan bo'lsa, berib yo'lda 8 kun, Urumchidan Qashqarga 7 kunda boramiz. 8 oqshom 1 yuandan yotgan bo'lsak, 100 yuan pul bo'lgan bo'lsa, men Beijingdan kelalaydim. Men 60-yili bir ketgancha 68-yili 8 yilda qaytib keldim. Endi men bu qiyinchiliklarni andaq yengdim, mandaq yengdim desem, hozir müşahede o'ltirganlarning hech qaysisining turmushiga mos kelmasligi mumkin. Lekin birla mos keladigan narsa menda bir xil iroda bo'ldi.
Livimni tishlab yashaydigan, boshqalar yixayanga haftada bir qatim borsam, men yilda bir qatim bordigan, yoki boshqalar o'zininki yaxshi bir do'stlari bilan bu yerga berib tamoq yeb keladigan ish bo'lib qolsa, men shu maktabning beradigan tamog'i bilan degandek, men nayt xushallik bilan yengildim. Azaplangan ishni o'zim hozir men o'ylab bo'lmayman. Men har kunki vaqtimni darsdan tushgan bo'lsam, xansuvchi o'rganish bilan, agar yakshanba kuni bo'lib qolgan bo'lsa, kitob ko'rish bilan shunday o'tkazibdiman. Men o o'tgan kunlarimdan faqat o'kinmayman. Hozir mendaq sizlarning oldinglarda cho'ng so'zlab berish emas, umuman odamda azroq bir iroda, tirishchanlik, hayotga bo'lgan umid, kelgusiga bo'lgan bir ishonch bo'lsa, har qanday ishni o'tkazib o'tkili bo'ldi. Demek iminkam 100 yuan pul bo'lmag'achqa anchaqda 8 yilda bir qatim uyga kelgan, ha. Bu yerda o'tagan nurg'unlagan saboqdoshlar yengishni tasavvur qilmaydigan qiyinchilik bo'lishi mumkin. Oliy maktabda nurg'unlagan saboqdoshlar seg'inishga bardoshlik beramay, chekinib ketadiganlar yoki tamoqqa bardoshlik beramay chekinib ketadiganlar bor, ha. Shunga meningcha iminkamningki ayni vaqtdagi ro'yi bugün ve kelgüsüdü mü? Nait kıymetli bir ruh. 9. ayının 1. günü mektepke Şinjan Sanat İnstitutu'na kelgen balla 9. ayının 17'sinde kurban etkiqayımız ketdi. Mektepteki ballaның 3 gün içinde Kaşgar'a berip kilalaydigan şicaatiga qarab pul deganmi bayadi bakan. Kambag'allar, namratlar yo'q o'xshaydi degan yagim kep qolaman. Bunu hal qilish, buni qanday tushunish bir odamning hayotida tutgan pozitsiyasi bilan munosabatga o'xshaydi. Emin ma'lum, siz hozir hayotingizdan rozi bo'ldingizmi? Yana xalq uchun qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz bormi degan savol ekan, ha? Bu bek cho'ng savol ekan. Bir odamning hayotidan rozi bo'lishi deganmi? Aldırab cevap bergiler bo'lmaydigan ish, lekin men o'zimningki hayotimdan bundaq ikki jihatda rozi. Birisi azaldan yalqovlik qilmadim. Har qanday ishdan bosh tortmabdiman. Masalan, anam rahmatlik, dadam tugab ketgandan keyin 15 yil yenimda turdi. Balam Qashqarga borman desa, o'zim opirib qo'ydim. Kelib navrilarimni ko'rman desa, o'zim Qashqarga berib, yani keldim. Shundan balam men 5-6 tuqqan bo'lsam, Silmunchilik avar o'tib ketmaydi ekanlar deydi. Yelimi yaxshi menga sizlarga xizmat qilish fursati berib, meni yolg'iz tug'ibdi ekanlar ana. 7-8 bo'lib qolgan bo'lsak, bir-birimizga bassalib, hech qaysimiz baqolmaydigan o'xshaydi ekanmiz debdim. Anam rahmatli yig'lab ketgan. Ota-onamga nisbatan olib aytganda men o'zimning hayotidan o'kindigan yerim yo'q. Men ularning tarbiyasini yaxshi oldim. Yana biri o'zimning qo'limdan kelganini ularga qildim. Yana birisi men hayotimda bir neçe xil xizmetlerini qildim men. Men tanlamadım, cemiyet meni tanladı. Hozir mening bundaq bilishimcha bizning bolalarning ichida xizmatni tanlaydigan, yurtni tanlaydigan, o'zining nishonini tanlaydigan bu ish to'la ekan. Bo'lsa o'zi degan yerda qilib qolsa, o'zi qilmoqchi bo'lgan ishni qilsa, o'zi kiydiganni kiysa, o'zi bordigan yerga borsa degandek. Mening bir o'kinmaydigan yerim, men jamiyatga yarab qoldim. Jamiyat meni tanladı. Meni ham chet elga o'qishga berishga tanladı, Beijingga tanladı. Meni adliya sohasida ishlashga jamiyat tanladı. Keyin yana iqtisodiy xizmatga o'zi tanladı. Bu tanlashlarning hammasida men roziliqim bilan men o'qish bitgan bolalarga dedim. Har qanday ishni qila olmayman denglar. Shu chaqda sizlarning chiqish yo'linglar bog'ladi. Hamma narsa o'rgangani bo'ladi dedim. Men qonunda o'qimagan edim. Aqsha viloyat o'tirish sotga berib, o'zimdan burun xizmat qatnashgan adliya xodimlaridan men erinmay o'rgandim. So'rab o'rgandim, ko'rib o'rgandim, o'zim ishlab o'rgandim. Agar men unda ishlamagan bo'lsam, 14 yil sotchi bo'lib turolmaydim. Shunga hozirga qadar bu ishlarni qildim men. O'zim yaxshi ko'rgan adabiyotning ham tarjima, ham maqola yozish, ham she'r buni kirib qildim men.
Hatta terbiyede ben oynamagan 20 yıl lençör oynaptım ben. 20 yıl futbol tepiptim ben bir vakılda. O ping-pongçör, kalancör digelinin şahmet, ştank götüreptim ben, onun mitrigi jügüreptim ben. Dünyadaki en işini kıpsız. Hemmini kıp baktım, o işlada mağlup olmadım, lekin netice kazanamadım. Çünkü o özlemnin kızıkışım. Ama kalan, halk karap turgan, hükümet karap turgan, muş işlerin hemmisinde ben tirşallık gösterdim. Şuna hayatımdan razı, muş nek meydanının özlüm ben razı. Eğer hayatım devamlaşsa, ben muş işlerin hemmisine devamlık işleyebilirim. Menimcha imkonimdagi javobi intayin obrazliq javob bo'ldi. Navbatda bizniki bozor egiligi jamiyatimizda yoshlarningki kasbni, sharoitni tanlash orzusi kuchayib ketdi. Lekin men sharoitga va bozorga tanlanamdim degan ong sustlab ketdi. Shunga oldin o'zida boshqalar tarafidan tanlanish engini turg'izish navbatdagi menimcha muhim bir yo'nalish bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, imanka qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Mening ismim Azir Tumer. Men Xinjiang Jiangsu Mineral Suv taraqqiyot shirkatining qurg'uvchisiman. Shirkatim 3 yil qoldi. Mush jarayonda men mush oilam bilan mush xizmat vaqtini yaxshi o'rlashtiraman deb o'ylayman. Chunki shu xizmat nurg'ishni o'zimiz qilmasa qolmaydi ekan. Mush jarayonda shirkatda bo'lsin yoki yo'llarda bo'lsin uxlashga majbur bo'lib qolganmiz. Sizni olsam shu pensiya chiqishini oldishimda aldash o'tapsiz. Mush vaqtlaringizda siz shu oilangizdan va xizmat vaqtingizni qanday o'rlashtirdingiz? Ham shu oilangizdan bil bo'lgan vaqtingiz eng baxtli deb o'ylamsiz? Bu turmuşni o'rlashtirish mayli biz kichik vaqtimizda emdilatin maktab kirgan vaqt bo'lsin. Mayli eng oxirgacha biror o'rinda ishlagan bo'lsin. U men hamma odamning bir oilasi bo'ladi. Bu oilada biz uchun birinchi narsa o'zaro ishonch, ikkinchisi o'zaro inoqlik. Yana birisi bizning o'zimizda mush oila ko'ynadigan, bola chaqalardan xabar ola oladigan, ularning kelgusiga ega bo'la oladigan bir mas'uliyat bo'lishi kerak. Bu yerda birisi ishonch, yana birisi mas'uliyat. Bu ikisi bir bo'lganda bir-birimizde mehribonlik, yaqinchilikni barliqqa keltirdi. Eng muhim narsa oila degan bir jamiyatning hujayrasi. Cho'qim bu hujayra sog'lom bo'lishi kerak. Bir-birini qo'llash kerak. Bir-biriga ishonish kerak, bir-biriga mas'ul bo'lish kerak. Agar munchilik bir ishonch bo'lmasa, bu oilani qamdab bo'g'ilib bo'lmaydi. Alayliq yurak kichkina bir narsa, lekin butun badan uchun olib aytgan vaqtida rais a'zo. Aile üçünmü? Aile nayet küçük bir kollektiv. Onun içindeki her bir adamın ornu intayin mühim. Şu adamın işinden çatak çıksa bütün aile veyran buldu. Şuna bizde en mühimi özara kollaş, işenç, özara mesul buluş ve mihriban buluş en mühim narsa. Biz bekçik narsını tamam kılmayız. Bekçik narslarını mı talep mi kılmayız? Bir aile için, bir şirket için ya ki bir kollektiv için aşınçılık, mesuliyet, işenç, mihribanlık olsa cahan ronak tapıda gülleydi. Ne ayda ayal kıldı. Assalomu alaykum, imanka yaxshimisiz? Sizga Urumtimiz cho'nqur bugun mush naq maydonda sizning leksiyangizni anglab nayt xursand bo'ldik. Men o'zim ismim Adolat, men tibbiy universitetini bitirib Urumchi shaharlik eg'iz bo'shliq kasalliklari doktorxonasida ishlayapman, bir bolalar tish kasalliklari doktori. Abay leksiyangiz deb o'tdingiz, pichan oyisidan yo'lga chiqib ekansiz, poyezdga o'tirib. Men shu pichan oyisida tug'ilgan. Endi ota-onam bizning oilada 3 farzand bor. O'zlarining shu xizmatlarining o'disidan nayt yaxshi chiqqan bilan birga biz 3 farzandni nayt yaxshi tarbiyaladi. Bizni yaxshi bo'lgan oila tarbiyasiga, axloq tarbiyasiga, ma'rif tarbiyasiga ega qildi. Endi mening o'ylaydiganim, mush ota-onamiz bizga nayt ko'p ajrlarni singdirdi. Biz qanday qilganda shularning bizga qilganlariga yaxshi javob qaytara olamiz. Sizmi imom ma'lum o'zingizning bir ota-ona bo'lish sifatingiz bilan bolalarga o'zingizning farzandlaridan kutadiganingiz nima? Ularning sizga qanday javob qaytarishini umid qilasiz. Rahmat, salomat bo'ling. Bu programmani o'zining alohida mahsuloti Imron Sap Shotut sharbetini bozorga solgan korxona Xinjiang Imron xalqaro savdo-ichkilik shirkati alohida talab qilgan. İtaliya kalı güç kaklımısının bir 80% pişirilgan bo'lsin. Bo'ladi efendim. Gretsiya köksey salatıdan birini limonu belçik siliver. İçimlik iço. Ko'nglim shu topda huzuriy yurakka boradigan
İmran Şat Şərifdin tatatı. Sizlərlə bu yerdə barmıdı? Albatta. Taamlar tizimlikə, isimlik yürək izliğən buludu. İmran Şat Şərifdi nəx yürəkli barıdı. İşenç huzur, esil süpet huzur. Mana bu ixlasni o'ziga mizon qilgan Jabron yemak ichmak zavodi mamlakat bo'yicha eng ilg'or ishlab chiqarish uskunalari hisoblangan. Korxona Maarif birlashgan andizida Yeshil makon Qutubiy nahiyasidan o'rin olib alga yuzlandi. Navbatda zavod go'sht turidagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni asos qilgan bo'lib, mahsulotlari 15 xilga, kunlik ishlab chiqarish iqtidori 5 tonnaga yetadi. Mahsulotlar bozorga selinishi bilan esilni tanlashni biladigan xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishdi. Davronni anglagandan bir tetigan a'lo, hech ishkilanmay xotirjam yala. Jabron yemak ichmak chekish shirkati. Qutyardan yeni bir qadam şanlıq natija Aqsu Qutyar zavodi dağdığılıb işıq kiriştirildi. Yeni Qutyar zavodi ilg'or mashina uskunlar, inchki ishlab chiqarish liniyasi orqali turli tam har xil shakldagi Qutyar soda suvlarini xalqimizga sunib, xalqimizning umidini oqladi. 13 yillik arzu, 13 yillik Qutyar. Sifatga ilgirkilikli qo'yilgan yuqori talab texnik keng ozod ishlab chiqarish muhiti Qutyar zavodining yangi afzalligidir. Qutyar xalqimiz uchun hamon bejondil xizmat qiladi. Esil tam, esil ichimlik Qutyar. Bizde endi men ko'yarman balamga, balam ko'yar balasiga degan bir so'z bor. Mana selip aytgan vaqtida biz balalarımızga mas'ul, balalarni o'zining balasiga mas'ul, oxirgi hisobda ular jamiyatga mas'ul, kelgusiga mas'ul bo'ladi. Bu mandaq aytganda bek yo'g'on gap. Xuddi ba'zi aytayotgandek, nutq so'zlayotgandek bir gap. Endi rostini aytgan vaqtida bola chaqalardan ata-onalar talab qilib turib, mendan xabar al desa, hozir ko'p bolalarda bu ish anchalik amalga oshib ketmaydi. Shunga naqshlarda bolalarning insofini tilayman, u bu deydigan naqshlar bor. Lekin masala undan murakkab emas. Jamiyat taraqqiyotida ata-onalar bolalarni yaxshi tarbiyalash kerak. Chunki jamiyat shu bolalarning cho'ng bo'lishi orqali uzilmaydi, taraqqiy qiladi. Agar balalar ata-onasining ahvolidan xabar oladigan, o'zining ishi bilan kar bo'lmaydigan, balalarini tarbiyalamaydigan, kunini ololmaydigan bo'lib qolsa, u chaqda bu ata-onalarning o'zida mas'uliyat bo'lib qoldi. Shu eng yaxshisi biz balalarni kichikdan tortib, yaramli kag'i keldigan, mustaqil fikr qila oladigan, o'zining ishidan, huddisidan o'zi chiqa oladigan qilib cho'ng qilsak, ular yana o'zining balalaridan xabar olsa, jamiyatga asas qo'shsa, bu shuning o'zi ata-onaga qilingan eng cho'ng hurmat, eng cho'ng minnatdorlik. Ata-onaga biz 5-10 tanga pul xarjlab emas, o'zimizning yaramli bir odam bo'lganimiz bilan, bolalarimizni yaxshi tarbiyalayotganimiz bilan, jamiyatda yomon emas bir rolimizni joriy qildirayotgan bilan javob bera olsak, bizning ata-onalarimiz bizdan rozi bo'ladi. Agar ata-onalar bizdan pul vermedi, shanba kuni bolasini boqdi, yakshanba kuni xabar olmadi, daim bizni mundaq qiladi deb ular zarlab bersa, bizmi bir oyda bir qatim ko'rinib qo'yib ularning ahvolidan xabar olmagan bo'lsak, bu binormal hodisa. Buningda ata-onami rozi bo'lib yashamaydi, bolalarmi erkin ozod yashayolmaydi. Bu hozirgi jamiyat bizdan bunday narsani kutmaydi. Shunga mayli yezi bo'lsin, mayli zavod, korxona, maktab, idora jamiyat bo'lsin, ata-onalar balalarning oldidagi mas'uliyatini cho'qim ado qilish kerak. Balalarni ata-onalarga o'zining yaxshi amallari, yaxshi fazilati bilan javob qaytarsa, 1000 tanga pul xarjlab bergandan yaxshi deb qarayman. Assalomu alaykum Yunka. Men bu 23 yoshga kirdim. Men o'yin balning cho'ng bo'lish sifatim bilan shu vaqtning o'tishiga geçib, shu bizning uyda shu ota-onam bilan o'tirsidagi fikrning bir ekanmaslik bu masala kunni-kun eg'irishyotdi. Shunlashqa men shu jihatdan sizning fikr berishingizni umid qilaman. Rahmat. Tolstoyning Anna Karenina degan romanining 5 bir gap bor. Baxtli ailelerning hammasi bir-biriga o'xshaydi. Baxtsiz ailelerning hammasining dadi boshqa bo'ladi deganga o'xshash. Ata-onalarningki bolalarga bo'lgan ko'yimchanligimi o'xshamaydi ekan. Ata-onalarning ba'zining ko'yimchanligi qanday bo'ldi desa, men masalan o'zimni misolga olsam, mening 4 qizim bor, o'g'lim yo'q. Turmushingizda nimani xohlasanglar, qayerda xizmat ishlashni xohlasanglar, qanday yashashni xohlasanglar, mendan to'liq maslahat so'ramanglar dedim. Albatta ularni oliy maktablarda o'qitdim, xizmatlari bor, to'y qildi, bolalar bor, ijil inoq. Lekin to'liq mening ko'zimga qarab, mening sizgan siziqim bilan ish qilishni o'rganmanglar.
Eğer bu iş hata çıksa, menden ömrü hayat rencise, şu özanglar fikir kılıp, özanglar bikitip, mağdığa yolunu özanglar menla dedim. Ben bu işini icra kıldım. Meninki ballağı boygan televim mayusunda. Aldı bilen eringlarning ata-anasının öygü beringlar, meni deyginim. Heyt günüse aldı bilen eringlarning ata-anasını yoklanglar. Enin keyindin eşip qağa vaqtida kelsanglar, men qazanni qayntib, go'shtni obdan pishirib qo'yib turman. Shanba kunlari ballariңlarni bag'chiga olib berib, u yer bu yerga olib berib sayohat qildiringlar. To'la dadam nima deydiki, appam nima deydiki deb bizning ko'zimizga kirib olmanglar dedim. Bu bizning uyning bir qoidasi. Meningcha balasiga ko'ngan ota-ona bek balasining ko'ziga kirib olmay, balalarni mustaqil fikr qildigan qilib, o'zining yo'lini topa oladigan qilib, ata-onalardan jiroq qolgan chaqdimi o'zining ishining hodisidan chiqa oladigan qilib cho'ng qilish kerak deb qarayman. Men burun hatto biz nevrimizni beqib beryapmiz deganlar faxrlangan chaqda nevranglarni sizlar beqib bersanglar 7 yosh kirgan chaqda ota-onasining oldiga ketgandan keyin maktabga berdi. Topshiriq ishlamasa tanavini tatidi, qattiq gap qiladi. Shu chaqda bovam bilan momam yaxshi ekan deb bir ömür ota-onasini yaxshi yomon ko'rdigan bo'lib qoldi. Şuna ballarını ata-anasının bekişe koyanlar dep sözlügen. Hazır mening ata-analar bilen ballarının boğan münasibeti cihatte en yaxşısı ballarını müstakil fikir kıla alaydigan. 7-8 yıl jiroqda qasımı özünün yotqinini özü yuyup, özü tikerleydigan, özünün kiyim-kechigini özü yuyalaydigan, çoğu olgandımı müstakil iş kıla alaydigan qilib çoğ qilish ata-onaning burchi. Eğer her qadamda birden putlashib andaq qilma, mandaq qil deb albatta men buni ata-onalarni yomon demoqchi emas. Ata-onalarimiz bizga bek yaxshi. Lekin hamon masalan men osmonga tuyrik bo'lmayman. Balalar cho'qim keyin mustaqil hayot yashaydi. Ular cho'qim mening maslahatimsiz, mening ko'zimga qaramaydigan holatda yashaydigan vaqtlar kelib qoldi. Shunga biz ata-onalarga deydiganimiz eng yaramli ata-ona balalarni mustaqil fikr qiladigan, özünün işinin ödüsünü çıkarlaydıgan qilib çoğ qilishdi. Bu yerda aile to'g'risida gap so'z bo'lib qoldi, ma'lum. Mening boy o'zingiz deb o'tdingiz, mening hech qanday ini-singillarim yo'q, akallarim yo'q deb o'zim birla bola degan gapni qilib qoldingiz. Menga shu so'zingiz bek ta'sir qildi. Ham men shunday anladim, Saidimiz sizdan ayrilg'ili 10 necha yillar bo'lib qopti, uzoq vaqtlar bo'lib qopti. Şunaq bolsunuz, siz keyin qitim, yani qayta aile qurishni qat'iy o'ylashib baxmabsiz. Sizning nikohga bo'lgan sodiqligingizmi yoki qandaqdir boshqa fikrlaringiz yoki boshqa o'ylaringiz bormi degan umidman sizlab aytgan bo'lsangiz. Rahmat sizga. Hayotda undaq ahvollar bo'lib turdi. Ba'zilar bir necha oydan keyin yana 5-10 yil bo'lishi mumkin. Bazılar undaq qilmaslik mumkin. Mening o'zimningki bundaq yashab ketishimda mening qizbolarimning hammasi o'z atrofimda bor bo'lib qoldi. Hatto mening urug' tuqqanlarimning qizbolarimi oilamda yaqin atrofda uy chaqliq qilib o'tirgandan keyin meningki yurish turishim, yemak ichmagim, kirqatlarim, oila muhitim deganda nihoyat zo'r qiynalib qolgan ahvollar yuz bermadi. Bu eng muhim taraflarning birisi. Yani bir sen ve üzerinden kolamda nurgun işlerim boğallık için ben zirkip kaldığan, iç puşuğu tatıdığan, yalğızlık his kıldığan bu nesine anç bek özem oylap olamadım. Çünkü ben özemnin köngülümle avunduruşka, yalğızlıkka, berdaşlık verişke xelila çidamlayık. Çünkü kiçigimden tatıp yalğız çoğup kağaçka hazır mı xudu kiçiligimge kayıtkandek aşındak yalğızlık çidap yaşaydığan bir adetim var dep oyladım. Şuna eğer keyinçe fırsat bulup kalsa, yani şundak yaxşı bir hemralar bilen ötüşümüzge nisip bola, lekin hiç qanday öküncem yok. Hazır cemiyetimizde muallimden til ahaneti anlap, ballar öy kelse, hatalıqni muallimlerden izleydiğen, balısıga bir ayağızmı sen neymiş kılgan demeydiğen bir xil psixik halat hazırlandı. Siz bunda qarashqa qanday qaraysiz? Mening fikrimni so'rash to'g'ri kelib qolsa, men shaxsan o'zim javob beraman. Şahsen özüm cevap verdiğimde men için o'qituvchi intayin uluq. Xuddi burun sobiq Sovet ittifoqidagi koni rahbarlar aytgandek, o'qituvchi degan 10 qadam jiroqlikdan turib hurmat bildirishga arziydigan kishilar. O'qituvchi degan inson ro'yining injeneri. Men bu mavqeimdan hozirgacha yong'im yo'q. Men burun o'qituvchi bo'lishni o'ylagan, gerçi bo'lolmagan bo'lsam, eng oxirida
Ballarga ders berip baktım mektepte. O'qituvchining mening qalbimdagi o'rni intayin yuqori. Ballarga qattiq muomala qilish, bu deydigan ishga kelsak, mening bir aqidam shuki, nayt qattiq qo'l generalning qo'lidan intayin botir askar chiqdi, yoki bo'lmasa intayin qattiq qo'l o'qituvchining qo'lidan shunda yaxshi shogird chiqdi deganga men ishonaman. Men bunga ishonaman. Men albatta o'qituvchilarning o'quvchilarni urib qo'yishi, tilishi, bu ishlarni yoqtirmayman. O'quvchilarning аңлы қалда өзінің оқытушыға hürmet қылышыны тілеймен. Ата-аналарның балаларының ярамсызлығын оқытушыдан көрмей, өзінің тәрбиесін көріп бақышыны тәвсия қылмен. Мұнда өзара түшініш болғанда біздің мағарифimiz тақым гүлленді деп қараймын. Benim ismim Mirshad G'opur Urumchidan. Hozir qurilish nazoratida o'zimning kasbiga munosabatli kasb bilan shug'ullanaman. Bayatdan beri bizga nihoyat yaxshi ishlarni so'zlab berdingiz. Bizga yoshlarga nisbatan turmush, bilim olish, ota-ona bo'lgan kuyinish degandek nurg'un ishlar keldi. Bu yerda meningcha bir ish qolib qoldi deyman deb o'yladim. U bo'lsa turmush qurish, o'yinish. Hozirgi jamiyatimizda ko'plagan ota-onalarimiz mening bilishimcha turmush sababidan, xizmat bisimidan, o'zlarining shu uyga nisbatan mas'uliyat tutib ayildan ballarga to'y qilishdan burun ham to'y qilishdan keyingi tarbiya kam bo'lib qoldi deb o'ylayman. Shu hozirgi mening atrofimdan bor do'stlarim isiyatdan keyinga kirib, nayt aldirab to'y qiliblam, nayt qattiq pushaymon bilan qisqa vaqt ichida uyini buzdigan, ajrashadigan ahvollar nayt ko'p bo'lib qoladi. Mush jihatda siz biz yoshlarga nisbatan mush to'y qilishdan burun to'y qilishdan keyin nimalarga bilishimiz kerakligimiz ham abaysiz aytgandek siz adimizdan to'y qilgandan keyin mush o'tiringlarda qandaq gapni birga keltirib mush murni murigtirib nayt yaxshi bir turmush hozirlabsizlar. Mush jihatdan nisbatan bizga ozroq bir dars bergan bo'lsangiz. Rahmat. Rahmat. Bugun bu yerda o'tirganlarning hammalari oliy maktab o'quvchilari, studentlar. Hammasi to'y qilganlar. Hammasi o'qish bitsa, darhol to'y qilmoqchi bo'lganlar yoki hozirdan tortib to'y qilishning planini tuzib bo'lganlar. Bizning qarashimizcha, bo'lib mening qarashimda muhabbat degan bu narsa intayin muqaddas. Odam eymindigan narsa. Biz taki oliy maktabni bitgacha, masalan men birer qiz bolaga berib, andaq mandaq deb gap qilib baqqanga odam emas. Biz intayin bir-birimizdan eymengen. Eyminishning o'zi bir-birimizda hurmat paydo qilgan. Hurmatning o'zi bir-birimizda asta-asta ishonch paydo qilgan. Shunga u chaqda to'y qilganlar hozirga qadar yashab kelyapmiz bundacha aytganda. Hozir tushunish bek oddiy ishonch yetishmayotgan, bir-birini bilmayotgan Uyg'urlarda naqshi bor-ku, ko'ngilning keyniga kirmang. Ko'ngil har yangi boshlaydi, Samarqandning olmistak apirib cho'llarga tashlaydi deb. Bu ko'ngil havas boshqa. Havas boshqa, ishq boshqa, muhabbat boshqa, bu yerda mas'uliyat boshqa, eyminish boshqa. Shunga hozirgi yoshlarga bu jihatda bizningki o'z tajribamizni so'zlab berishimiz hojatsiz. Chunki men yashagan davr bilan hozirgi yashaganlarning davri o'xshamaganligi uchun gerçi biz anda qaragan bo'lsakmi, hozirgi yoshlarda dunyo qarash, qimmat qarash, hayotlikdan bahralanish, bir hayotlikning tezini surish deganga nisbatan qarash o'xshamaganligi uchun bu narsani o'tirib qo'ysak, bir qismlarning quliqiga mush bilan urgandek anglanadi. Lekin aqalli bir narsa bu oila, nikah, muhabbat degan narsa intayin muqaddas, odamni aymantiradigan, bir oilaga mas'ul, jamiyatga mas'ul, kelgusiga mas'ul cho'ng ish. Shunga bu ishda odam intayin mas'uliyatchan bo'lish kerak. Odamning hayotidagi eng ulug' ishning birisi baxtli bir oila qurish, eng ulug' ish. Buningdan cho'ng ulug' ish bo'lmaydi. Buningda mas'uliyat bo'lish kerak. Rahmat. Sizningcha xonim qizlar o'ziniki shu oila madaniyat obrazini yaratishda qanday qilish kerak? Nimalarga diqqat qilish kerak? Mush haqda so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Endi bir ailenin obrazı, ata-onaning obrazı to'g'risida klassik edebiyotda bizga o'tirib qo'yilgan namunalar haqiqatan bek ko'p. Dadaga o'xshash, mardona, yolg'iz erlam emas, erkakdek, vijdonliq, g'ururi bilan yashasa. Onalar sharmi hayoliq, qoida usulliq, o'zining bolalarini
ügütüdüğanını ügütüp durup, ular ölgü bulup, ulan iteklep mağalısa, biz elbette bunda aileden söylemeye kalmayız. Bu ailede kılıdığan iş, bulup bizni terbiyeleşkin nispeten unçula köp mürekkep emez. Biz ata-anamızın közüge, sözüge emez, ularning kılıvatkan işiga, meğiş turuşu qarab durup çoğu Allah. Adamlarning mükemmel obraz bo'lishini ümit qilamiz. Bu obraz nima orqali bo'ladi desa, ata-onalarninki ish izlariga varislik qilish, ata-onalarning o'zining bolalarini sharm-hayolik, qoidasizlik cho'ng qilish, mush orqali biz ularga varislik qilamiz. Lekin bu obraz masalasi yana bir yoqdan olib aytganda, yakki shaxsning o'zining tirishchanligi orqali barliq keladi. Hamma odam mishad o'ttag'anlarning hammamiz özümüzü özümüz kurtulduruşumuz, özümüzün obrazını özümüz çıkışımız gerek. Demek bizimki bugünkü Ula Şundaq Deydo programımızda biz Emin Ahmedi muallim bilen sohbet edip badık. Emin Ahmedi muallim özünki hayat keçirmişlerini bizge ait obrazlık ve çoğunqur şerhiylep verdi. Yani Emin Ahmedi muallimdeki barlıq bayanlarda şu nesine ait eniq boldu ki, bir adamın karakterinin yedilişi ve takdirinin şekillenişte aile medeniyetinin rolü intayın çoğunqur buldu. Lekin şundan birge bizniki sözlerimizin yakuni yana bir nokta yığınçaqlandı. O bolsa mu bugünkü cemiyette bir adamın takdiri ve şundaqla hayat keçirmişleri yanla onun öz tirishchanligi ve şundaqla iznish ro'yi bilan munosabatlik. Ko'pchilik rahmat, kelardan ko'rishaylik.